Assalomu alaykum Jaydar Cars YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun obzorimizga ham внедорожник, ham shaharda yurish uchun mo'ljallangan avtomobil BAF 212 T0 bir avtomobilni olib kelib qo'yganmiz. Avtomobilni obzorini oldi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, avtomobilimizning oldi ko'rinishda 360 gradus kameralarni uchratishimiz mumkin. Bu eng oxirgi komplektatsiya hisoblanadi. Boshqa komplektatsiyalardan farqi nimada deydigan bo'lishsa, bu komplektatsiyasi mana bu oldi laboyida podograf bo'ladi, ya'ni oldi laboy qiziydi, rul podografi bo'ladi. Undan tashqari ruldagi o'rindig'ida massaji ham bo'ladi. Bu eng full komplektatsiyasi hisoblanadi. Tepasida lyukimiz ham bo'ladi. Xo'p, avtomobil narxini videoni boshidan aytib o'tib ketaman. Avtomobilimizning narxi 438 million so'm. Avtomobilda boshlang'ich 25% to'lovini qilib turib, bank orqali yoki naqd shaklda yoki перечисление orqali xarid qilishingiz mumkin. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, boshlang'ich necha pul bilan chiqishi hamda oylik to'lovlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, avtomobilimiz 2 litrli turbina motor bo'ladi, 238 ta ot kuchi, 410 Nm, ya'ni 410 Nm tezlanish kuchiga ega bo'ladi. Buni solishtirish uchun Toyota'larning 4 litr atmosferniy motorlilarda Nm taxminan 320-350 atrofida bo'ladi. Ya'ni ot kuchi hamda tezlanishi jihatdan Toyota 4 litrli motorlilar bilan bemalol avtomobilni solishtirishimiz mumkin. Undan tashqari yaxshi tomoni 2 litrli turbina bo'lgani bilan sifatsiz benzin, sifatsiz moy va changli havolarda yurishga mo'ljallangan bo'ladi. Turbinasi ya'ni kaprizniy hisoblanmaydi. Avtomobilda 5 xil rangda chiqadi: qora, oq, och yashil, to'q yashil hamda seri matiy 5 xil rangda xarid qilishingiz mumkin. Avtomobilning old tomoni, ya'ni bu yog'i mostli bo'ladi. Most bo'lganda yaxshi tomoni nima deydigan bo'lishsa, avtomobilda o'sha tog'li, ya'ni o'sha Rubicon mana bunday toshli yo'llarda yurgan payt baloni yerdan uzilib qolganda ham, avtomobilda misol uchun ikkita baloni havoda muallaq turganda ham, qolgan ikkita baloni yerda turgani hisobiga oldi most bo'lgani uchun avtomobil o'shanaqa yo'llardan o'zini olib chiqib keta oladi. Bu основной Jeep Wrangler hamda Hammerlarda bo'ladi. Ya'ni oldi mostli avtomobil taxminan 70% внедорожник mashinalarda bo'lmaydi. Aslida o'sha Jeep Wrangler hamda Hammerlarda bo'ladi. Xo'p, yana bitta avtomobil yaxshi tomoni, безопасность tomonlama ham, qulaylik tomonlama ham yana bitta zo'r tomoni, avtomobil crossover emas, ya'ni kuzov ustiga qurilmagan avtomobil, to'laqonli ramani ustiga qurilgan, ya'ni pol qismi yerdan ancha baland bo'ladi. Mana clearance'larni ham ko'rish mumkin. Ancha baland bo'ladi. Yurganda bu qulaylik tomonlama yumshoq bo'ladi. Hadovoy chaslari ancha yumshoq yuradi. Misol yamalay tushsa sezdirmaydi. Yana bitta qulaylik tomoni безопасность tomonlama bo'ladi. Ya'ni avtomobil yerdan baland bo'lgani hisobiga past ramali bo'lgani uchun avtomobilga yondan, oldi, orqadan misol uchun avariyniy situatsiyalarda avariya bo'ladigan bo'lsa, avtomobil mijg'lanib, g'ijimlanib ketmaydi. Sababi avtomobil buni yonidan yoki oldi, orqa tomondan urgan paytda u katta ehtimol bilan kelib turib ramaga uriladi. Shuni hisobiga avtomobil ancha baquvvat hisoblanadi. Avtomobilda bu yerda mana ko'rish mumkin, o'zi zavodskoy 17 diska balon bilan chiqadi. Bu zavodskoy holati, stok holat. Buni yana bemalol 12-15 sm gacha ko'tarish mumkin bo'ladi. Mana bu yer tomonda bakoylarda 360 gradus kameralari, undan tashqari beskulchoy do'stuplari bor. Mana salon ichki interyerlari. Hop, avtomobilga chiqish uchun bu yer tomonda mana o'zini ruchkalari qo'yilgan. Bemalol shu ruchkalarni ushlab udobniy o'tirib olsangiz bo'ladi. Bu o'zini zavodskoy pultlari, zavod tomonidan beriladigan. Avtomobil start stopda zavod bo'ladi. 9 bosqichli avtomat korobka. Bu avtomat korobkani yaxshi tomoni 8000 oborotga mashinani olib chiqqan paytingizda ham mashina oborot tashlab yormaydi. Ya'ni tepaliklarga, qiya tepaliklarga chiqayotgan payt 8000 oborotga chiqayotganda oborot tashlab yormaydi, oborot ushlab turadi. Yana bitta plyus tomoni, korobka peredachani mana misol uchun mexanikaga o'tkazgan paytda o'sha Tiptronikdan urgan paytingizda boshqa keyingi Tiptronikka o'zi avtomatik urib yormaydi. Ya'ni bemalol harakatlanib chiqa oladi tepaliklarga ham. Undan tashqari avtomobilda o'zini har xil shu Eco Sport rejimlari bor. Avtomobil part-time off-road hisoblanadi, ya'ni asosiy o'qi orqa o'q hisoblanadi. Ya'ni shaharda harakatlanayotganda bu yerda mana 2H degan rejim bor. Shu 2H da harakatlanish kerak bo'ladi. Bu avtomobil 70-80% 2H da harakatlanadi. 4H degan rejimi ham bor. 4H mana shu yo'lsiz tekis bo'lmagan yo'llarda, ya'ni qumli, toshli
va qorli yo'llarda yurish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Tog' toshlarda katta tezlikda yurish uchun 4L rejimi bo'ladigan bo'lsa, 4L rejimi shunaqa misol uchun notekis bo'lgan yo'llarda sekin tezlikda, ya'ni 30-40 tezlikda harakatlanish uchun chiqarilgan bo'ladi. Bundan tashqari orqa blokirovka, oldi blokirovkalarimiz bor. Bu yerda SP, avtospusk, mod hamma komplektatsiyasi bo'lgan narsalari mavjud. Ya'ni avtomobilda orqa blokirovka, oldi blokirovkalarni yoqib qo'ysa bo'ladi. Shaharda yurganda SP ni o'chirib qo'yiladi. Основной avtomobil 80-90% holatda 2H rejimida yuradi. Xo'p, bundan tashqari avtomobilda bu yerda mana klimat kontrolning zonasi bor. Bu yer tomoni rus tilida bo'ladi. Multimediyasi rus tilida bo'ladi. Klimat kontrolni bu yerdan boshqarish mumkin. Rus tilida bo'lgani uchun bemalol tushunib ishlatish mumkin. Undan tashqari Huawei, Apple CarPlay hamma narsalar mavjud. Shuni bemalol bu yerdan telefonni ulab ketsa ham bo'ladi. Bu yerda lyuk ko'rish mumkin. Shu harakatlanayotgan payt, bu shaharda harakatlanayotganda udobniy lyukni ochib qo'yish tog'li yo'lda tavsiya qilinmaydi. Sababi bu yo'lda klimat ozgina chang bo'lgani uchun yoki loyli joylarda yurganda salonni ichi kir bo'lmasligi uchun buni ochish tavsiya qilinmaydi. Aslida shaharda yurganda ochib qo'ysa bo'ladi. Xo'p. Bundan tashqari avtomobilni ikkinchi qatorini ko'rsatadigan bo'lsa, ikkinchi qatorda mana ko'rish mumkin. Bu yoq mana o'tirishga neudobniy ekan, tor ekan deyishligi mumkin, lekin bu основной off-road mashinalarda ikkinchi qatori o'zi mana shunaqa o'tib olish qiyin bo'ladi, lekin agar o'tirib olsangiz, mana bu yerdan o'tirib olib ko'rsatadigan bo'lsak, mana bo'yim 180 dan oshuv, 180 dan oshuv odam o'tirganda ham bemalol harakatlanish mumkin. Ya'ni spinka standartdan o'tib turgan taqdirda ham tizza mana bu spinkaga tegib qolmaydi. Yana bitta plyus tomoni, mana bu ikkinchi qatordagi spinka 60 gradus qiyaligigacha yotib beradi. Ya'ni tekis turmaydi, mana o'zi standartdan bu yoqqa turishi kerak, lekin 60 gradusgacha spinkasi qiyshayib yotib beradi. Hop, avtomobillar uzunligiga keladigan bo'lsak, 4705 mm hisoblanadi avtomobilning uzunligi. Bo'yiga keladigan bo'lsa 1936, eniga keladigan bo'lsa 1860 mm, kolesniy bazasi 2860 mm hisoblanadi. Hop, avtomobil 5 eshikli hisoblanadi, ya'ni mana 5-eshik buni bagaji bo'ladi. Bagajimiz 700 litr hajmga ega, aytish mumkin mana bunaqasiga kichkina ekan deydigan bo'lishligi mumkin, lekin tepaga qarab, misol uchun bitta chamadan qo'yadigan bo'lishsa, undan ikkita uchtalab tepasi baland bo'lgan hisobiga qo'yishsa bo'ladi bemalol. Avtomobilning bak hajmi 80 litr. Основной 92 hamda 95 benzinda harakatlanadi. Avtomobil yana bitta plyus tomoni, bu yoq 4 ta eshigi yopib turgan payt mana bu orqa, ya'ni 5-eshigini ochib yopish qiyin bo'ladi. Buni sababini aytaman, ya'ni bittada bunday yopganda yopilish qiyin. Buni sababi avtomobil kuzovi vakuumli, germetichniy vakuumli qilib ishlangan uchun buni ichiga chang kirmasligi yoki suv kirmasligi uchun shunaqa vakuumli qilib ishlangan. Avtomobil stok holatda 85 sm gacha bo'lgan suvda bemalol harakatlana oladi. Undan tashqari bu yerda o'zini zavodskoy o'sha mana bu yerda turgan 17 baloniga o'xshagan, ya'ni polnostenniy turadi. Bu dakatka emas, o'sha diskalar, hamma narsasi, balonlari shu o'zinikidagi bo'ladi. Bemalol alishtirishsa bo'ladi, ya'ni balon teshilganda. Bu yerda o'zini flag qo'yish uchun joylari bor. Misol uchun qanaqadir o'zligini flagligisini qo'yaman deysa, bemalol o'sha off-roadchilarning flagi bo'ladi. O'shalarni qo'yib harakatlanishsa bo'ladi. Bu yoq yon tomondan oladigan bo'lsa, avtomobil kuzov jihatdan o'sha gellikka eslatib yuboradi, past qismi jihatdan oldi ko'rinish jihatdan Jeep Wranglerlarni eslatib yuboradi. Ushbu avtomobilni boshlang'ich 132 million so'm orqali xarid qilishingiz mumkin. Avtomobillar oylik to'lovlari hamda bizning manzil qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga bog'lanadigan bo'lsanglar, oylik to'lov grafiklarini hamda joyimizning lokatsiyalarini tashlab beramiz. Bir qator eslatib o'tib ketamiz. Bizning manzil Avtosentr avtosaloni Sergeli 2 mavzesi, metro Chinor bekatining yonida joylashgan Avtosentr avtosaloni. Kimga shu turdagi avtomobilda qiziq bo'ladigan hamda boshqa turdagi avtomobillarning obzorlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga yozsanglar, o'sha qo'ldan kelgancha imkon qadar obzorlarni qilib beramiz. Avtomobilni test drive qilib ko'rish uchun bizning manzilga kelsanglar, tanishib ko'rib test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi.